32 mingga zo'r uy. 3,5 sotik kirishimizga chap qo'lda pishig'ich taqilib 2 xona solingan. Uylarimizni ichini remontini xo'p, aboy qilmaganlar, to'g'ri shpakilovka qilingan, bo'yab qo'yilgan ekan xolos. Fasadga beriladigan umidsadan, lekin buni remont qilib olasizlar olgandan keyin. Plus misol sharoitga qarab yashab turishingiz ham bo'ladi, chunki yashaydigan holatda gilam solsa bo'ldi, yashab tursa bo'ladi. Akfalari qo'yilgan, eshik romlari qo'yilgan. Огород zeloni zonasi bor. Kirishga mana shu yerda o'ziga stashga qilganlar. Bilmayman nima sababdan mana shu yerda o'ziga qilganlar, qolgan joy qolgan. Motivatsiya tugagan yo pul tugagan. Zeloni zona, nari tomonimiz oshxona, orqa tomoni oshxonani ham yengil qilingan. Sababi 32 mingga 3,5 sotik yer olish qiyin hozirgi kunda. Suv ham muammo yo'q. Marg'ilonda Adras House ko'chasidan kirasizlar, Langarda. Shaharga qarayda batlar Langar. Bu hammomimiz mana narigi. Hammomni ko'rishingiz mumkin. Keyin mana yerda basen qilganlar. Basenni ham bitta oila uchun xullas yaxshi joy ekan. Baseni ham bor ekan. Bola chaqangiz bo'lsa cho'milaveradi, yosh bolalar. Shom asrdan keyin o'sha quyosh boqib o'tganda suv to'ldirib bersiz. Qo'y boqqani mana yerda tualetimiz bor. Uyimiz to'g'ri burchaksa ham bo'laveradi. 3,5 sotiklik. Pastga raqamlarga telefon qilinglar, sizlarga 32 ming qo'yapmiz. Biz sizlardan maklerskiy olmaymiz. Shuni abdushiy xizmat ko'rsatamiz. Shuning uchun bitta like, podpiska tashlab qo'ysalaringiz, sizlar uchun yana ham ko'p chiroyli joy chiqarishda davom etamiz. Yana to'liq lokatsiya narxini aytamiz. Lokatsiyamiz Marg'ilonda, Langarda, Adras House'dan kirgan layinda. Narx 32 ming, 3,5 sotik 2 xona uy bilan sizlarga.